Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Bizning navbatdagi ishlarimiz tayyor bo'ldi. Hop, 2 kishilik kravat razmerlari keladigan bo'lsa, 1.80 ga 2.10 matras razmeri. Kravatimizning balandligi 130 cm. Orqalariga, fasollariga alohida ahamiyat berasizlar. Hop, fasollari ham bir boshqacha chiqdi. Chetlariga tilla nerjavikadan ramkalar berganmiz. Yo'llari alohida qo'shimcha quloqlari bor. Hop, materiallari keladigan bo'lsa, materiallari Polshani materiali. Materiallarni ham bir boshqacha. Ranglari malochniy bo'lgan. Yo'llari, hamma yo'llari mягкийda bo'lgan kravatimizning. Mana qirrali joylari yo'q, oyoq uriladigan. Hop, navbatdagi kravatimiz bu 1.20 ga 2.10 matrasga mo'ljallangan. Bu kravatimizning balandligi 1.20. Buni ham, bu fasoni ham alohida e'tibor bersanglar, fasollari boshqacha buni. Kravatlarimizni hammasini boshqacha fasonda qilganmiz. Mijozimizning buyurtmalariga asosan yo'llariga buni ham alohida nerjavikalardan, tilla nerjavikalardan ramkalar qilib berganmiz. Buni ham yo'llari hammasi to'liq mягкийda bo'lgan. Hop, navbatdagi kravatimiz bu 90 ga 2 metrli matrasga mo'ljallangan kravatimiz. Buni ham fasollariga alohida e'tibor berasizlar. Fasollari ham bir boshqacha chiqdi buni ham. Ranglari ham boshqacha buni. Alohida ranglarini ham e'tibor bersanglar, chetlar nerjavikalari bilan bir boshqacha fasonda chiqdi, xudo xohlasa. Bu kravatlarimiz to'liq tayyor bo'lmagan. Sizlar ham shunaqa zakaz bermoqchi bo'lsanglar, xohlagan ranglarda, xohlagan fasonlarda, xohlasanglar tegini sanduqli qilib bera olamiz. Xohlasanglar sanduq shart bo'lmasa, besanduq qilib beramiz. Bemalol buyurtma bersanglar bo'ladi. Xohlagan ranglarda, xohlagan razmerlarda qilib beramiz.